Agar yer shari tuyuqsiz aylanishdan to'xtab qolsa, turmushimizga qanday o'zgarishlarni olib keladi? Yer sharining tuyuqsiz to'xtagan kuchi qurilishlarni ulidan tortib, insonlar va avtomobil qatorliqlarni o'z ichiga olgan nurg'un jismlarni bo'shliqqa o'riltidi. Hamda ko'zni yumib ochguncha soatiga 1600 kilometrdan yuqori surat bilan sharqqa yo'tkiladi. Yer shari aylanishdan 1 minut to'xtab qolsa, dengiz okean butunlay kontrolligini yo'qotib, o'rkashligan dengiz to'lqini g'oyat zo'r suv temi hosil qiladi. Hamda eng tez surat bilan dengiz bo'yidagi shaharlarni qoplaydi. Yer sharining aylanishi 1 soat to'xtab qolsa, yuqori bo'shliqdagi atmosfera yana ilgirgiga o'xshash surat bilan aylanadi. Bu shiddatli bo'ron va qor yomg'ir paydo qiladi. Nurg'un nachar havo rayi orqa-orqadan paydo bo'ladi. Yer sharining aylanishi 1 kun to'xtab qolsa, yer sharining yer radiosi yanada to'xtamay aylanadi. Buning bilan yer radiosi yer yuzi orasidagi qurilma kuchida ig'ir to'qinish yuz berdi. G'oyat zo'r ta'sir kuch qo'yib berilishga amalsiz qoladi. Bu vaqtda yer sharining har qaysi joylaridagi yanar tog'lar orqa-orqadan etilib chiqib, butun osmonni quyuq isitda qoplaydi hamda atrofdagi bir kesikcha aylarni vayron qiladi. Agar yer shari bir hafta aylanishdan to'xtab qolsa, Quyoshning atrofida aylanishining ta'sirida bir kun 24 soat emas, balki yangidan 1 yil boshlanadi. Agar odamlar hayot qilsa, 6 oy kunduz, 6 oy kechilik turmushni boshlaydi. Boshdan oxir quyoshga yuzlangan yerim tarpi unchalik ta'laylik emas. Ekvator markazi intayin issiq bo'lg'achqa, havo barg'anzir qurg'oqlashib, nurg'un o'simliklar qurib ketadi. Atmosfera qatlami quyosh radiatsiyasi tarafidan asta-asta chiritiladi. Dengiz okean tadrijiy parga aylanib ketadi. Bu chaqda hech qanday yerda hayotlik qolmaydi. Quyoshga ta'tir bo'lib turgan tarafida bo'lsa, butunlay o'xshamagan ahvol yuz berdi. Quyosh nurining kamchiligidan temperatura davomli 0 dan 20 selsiya gradus tushib, butunlay muz bilan qoplangan holat shakllanadi. Agar yer shari 1 oy aylanishdan to'xtab qolsa, markaziy kuchning yo'qolishi ta'sirida dengiz okeandagi barliq suv miqdori 2 darajalik 7 cho'ng qit'aga bo'linib, ekvator atrofini qaytadan yangi darajadan tashqari tuzlanlik qilib shakllantirdi. Hamda yer sharini cho'rdab bir butun gavda shakllanadi. Shu chog'da faqat quruqliqlar dunyoning har qaysi joylariga yetib borg'ili bo'ladi. Agar yer shari 1 yil aylanishdan to'xtab qolsa, vaqtning o'tishiga ergishib, yer shari magnit maydonining ojizlashishi yo'qolib ketish girdobiga berib qoladi. Magnit maydoni quyosh shamolining aylanishi orqali yer sharidagi hayotlikni qo'g'daydi. Lekin magnit maydonining ojizlashishi quyosh radiatsiyasi va olam radiatsiyasining havo qatlamini buzib tashlab, yer yuziga bevosita tushishini keltirib chiqaradi. Shu chog'da dengiz okeandagi jonliqlardan sirt yer yuzida hayotlik davomlashmaydi. Olimlarning tadqiqotiga asoslanganda 4 milliard yil ilgirki yer sharining aylanish surati intayin tez bo'lib, u chog'dagi bir kun faqat 6 soat ekan. Keyin Tiya ismli sayyora yer shariga so'qilgan. Shundan keyin Oy shari hosil bo'lgan. Shundan boshlab yer sharining aylanishi bara-bara ostilashga boshlagan. Bugungi kunga kelganda yer sharining aylanish surati har yili 16 mikrosekund bilan ostiladi. Biroq yer sharining butunlay to'xtab qolishi necha milliard yildan keyingi ish bo'lishi mumkin. Mazmunlarni oldin ko'rmoqchi bo'lsangiz, Alta salonimizni qo'shib